Assalomu alaykum YouTube ahli, bizda ishlar banglab ketdi, skidkalarimiz davom etmoqda. Ulgurib qolinglar, tezlik bilan ikkita Malibu avtomobilini birdaniga propan uстановка qilib beramiz. Bu tomonda Legenda K5 mashinasini ham uстановка qilib bo'ldik. Bu tomonda Gentra, bu tomonda ham Gentra. Ko'rib o'tishning balon qotirish holati faqatgina bizga obuna bo'lgan bo'lsangizgina bu skidkamiz sizga amal qiladi. Ko'rishni o'tishdan 8 talik. Hop, bu tomonda Malibu avtomobili. Bunisi 2 turbina, bunisi 2.5 motoriga ideal qilib propan uстановка qilib beryapmiz. Bu videomizni mashinasiga propan yoki metan qo'ymoqchi bo'lganlarga zudlik bilan borib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Eng full komplekt, eng original bo'lgan mana shu motorlarning maksimum ot quvvatini tushirib qo'ymaydigan va shunga yetarli quvvat yetkazib beradigan reduktorlarni uстановка qilyapmiz. XP reduktor, Barakuda farsonka, Alex Optima miyalari ko'rib o'tishlaringiz cho'tki qilib, kimga shunaqa sifatli, ishonchli, tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xizmatlar bo'yicha bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Propan, metan, jiday bo'ladimi, MPay bo'ladimi, skidga e'lon qilganmiz.